Meteorologiya xizmati markazidan xabar berishlaricha, shu kecha kunduzi mamlakatimizda havo o'zgarib tursa-da, yog'ingarchilik kutilmaydi. Sharqdan sekundiga 7-12 metr tezlikda shamol esib, kechasi 5-10, kunduzi 23-28, shimol va janubiy hududlarda kechasi 7-12, kunduzi 25-30 issiq bo'ladi. Toshkentda havo bunchalar go'zalsiz. Sharqdan sekundiga 3-8 Nima? Assalomu alaykum. Assalom. Nima? Men siz zerikib qolmadingizmi? Holva pashmagim. Voy, bezbet o'lguri. Nimaga qaytib kelding? Bor chiq uyimdan. Bor. Chiq. Men sizni hech kimga bermayman. Men sizni tashlab hech qayerga ketmayman. Mana shu yerda qolaman, o'zimni qaynonajonim. Bunaqa hunarlaring ham bormi? Nari tur. Hunarlarim juda ham ko'p.